Ey Alloh, o'zingga shukr. Qaranglar, naqadar go'zal, chiroyliligini qaranglar. Qadrdonlarim, jigarlarim. Duo qilib qolaman hammanglar shu yerga kelib, Allohga ibodat qilishga hammanglarni chaqirib qolaman. Mana shu yerda turib hozir hammanglar qadrdonlarim. Qaranglar. Bondotdan keyin mana sekin mana bondot mana quyosh sekin chiqib kelyapti, qaranglar. Naqadar go'zal. Naqadar go'zal. Qadrdonlarim. Judayam chiroyli ko'rinyapti. Hamma ibodatga shoshib harakat qilib judayam chiroyli. Hammanglarni shu yerga yetkazsin, shu yerlarda ibodat qilish hammanglarga nasib qilsin, qadrdonlarim. Bu taassurot, bu ko'rinishlar, bu shunaqa bir yoqimliligi judayam fayzli. Ruhiy oziqa bu yerda judayam baland, judayam katta. Allohga shukrlar bo'lsin. Judayam chiroyli. Quyosh chiqishini mana shu yerda ko'rib, qarab turuvdim hozir. Ey Alloh, shu kunlarga yetkazganingga, bergan ne'matingga hammasi uchun rahmat Robbiy. Shu yerlarga bizani chaqirganingga rahmat. Qadrdonlarim, jigarlarim, hammanglar shu yerlarga kelishinglarni Xudodan so'rab qolaman, duolar qilib qolaman. Hammanglar o'ylagan yaxshi niyatinglarga yetib, Alloh roziligini olish uchun harakat qilinglar. Sog' salomat bo'linglar, jigarlarim. Judayam haqiqatda chiroyli.